Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Afg'oniston xalqi bilan yaqindan do'st va birodar bo'lishimiz kerak. Shavkat Mirziyoyev. Bugungi videomiz shu haqda. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ular bilan do'st bo'lishimiz kerak. Shavkat Mirziyoyev Afg'oniston bilan hamkorlikda ishlash zarurligini aytdi. O'zbekistonliklar afg'onlar bilan do'st bo'lib, hamkorlikda ishlashi zarur. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev 24-aprel kuni o'tkazilgan Toshkent shahridagi yig'ilishda aytib o'tdi. O'zbekiston 24 telekanali lavhasida yig'ilishda dastlab Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Bozorov Afg'onistonga eksport ustida ishlanayotganiga to'xtalgani aks etgan. Afg'onistonga investitsiya va eksport bo'yicha juda qattiq tayyorgarlik qilyapmiz, degan hokim. Keyin Shavkat Mirziyoyev afg'on xalqi mehnatkash ekanini aytib, ular bilan hamkorlik qilish muhimligini bildirgan. Ular bilan do'st, birodar, qo'shni, og'ayni bo'lishimiz kerak. Bu mehnatkash xalq, ularning madaniyati juda yuqori. Shuning uchun men sizlarni da'vat qilyapmanki, yonimizda bu ikki tomonga ham, ularga ham, bizga ham manfaat keltiradi, degan davlat rahbari. Yig'ilishda Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov Afg'oniston bilan 1 milliard dollarlik eksport shartnomasi tuzilganini bildirgan. Shundan 600 million dollarlik tovar va xizmatlar eksporti 2026 yilning o'zida amalga oshirilishi reja qilingan. Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov yig'ilish yakunida telekanal muxbiriga intervyu bergan. Hokim Afg'oniston O'zbekiston eksporti uchun yangi bozor sifatida ko'rilayotganiga to'xtalgan. Surxondaryo Afg'oniston bilan chegarada joylashgan. Biz bu mamlakat imkoniyatlaridan hammadan ham ko'proq foydalanishimiz mumkin. Bu yil 1 milliard dollarlik eksportni amalga oshirishimiz kerak. Shuning 50%ni Afg'oniston tashkil qiladi. Biz hamkorlikda ishlayapmiz. Afg'onistondagi mavjud mahsulotlarni olib, reeksport qilish orqali yangi bozorlarga yetkazish masalasida ishlar boryapti. O'z navbatida Afg'oniston ichki bozorlarini qoplash uchun talab etiladigan import mahsulotlari bozorini kengaytirish ko'zda tutilgan, dedi hokim. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba daryo.uz sayti.